Barchaga assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, ko'rishinglar mumkin. Tugab qolgan 73 ming yostiqimda faktor keldi. Juda ko'pchilik so'rashgan. Ochib arzon qilinglar mana. 75 ming so'm bo'ladi narxi. Xo'p, razmerlari 50-70 bo'ladi. Rangi oq, xomali bo'ladi. Hurmatli qadrdonlar, ochsalar ishadi o'zi xuddi shunaqa vakuumda bo'ladi. Ochamiz. Mana hurmatli qadrdonlar, bir donasi 37.500 so'mdan hisoblanadi mana. Bu xona haroratiga moslashib ishishda davom etadi. Chekalari fosforli bo'ladi. Agar fazalarning prostini navskaylar bo'ladigan bo'lsa, navskay solganingizda xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hurmatli qadrdonlar, yotganda yumshoqqina, komforti juda ham zo'r. Xomali bo'ladi, gazli variant hisoblanadi. Kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlarni ishlayapti. Shahar ichida 40 ming so'm, Vodiy voha viloyatlarga pochta orqali kilosi 6 ming so'mdan. Agar optimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Isuzu yoki Fura yoki avtobuslarga olib chiqib berish xizmatlarimizdan bor. E'tiborlar uchun rahmat kattakon.